Assalomu alaykum. E'tiborli assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa mana shu ishimizni ham tugatib oldik. Ancha bo'ldi video qo'yilmay qoldim. Ishlar ko'payib ketib, bu joylariga regel sesma qo'yiladi. Tepalariga ham sesma qo'yiladi. Xudo xolasa mana tugatib oldik. Balandligi 2,5. Ishimiz xudo xolasa mana tekis chiqdi. Burchaklari, ugullari, qirralari tekisliklari bo'ldi. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu koridor mehmonxona. Xohlasa manaki. Kenadan, Rusdan, Shilaka blokdan, Gaza blokdan arzon tushadi. Har qanaqasiga hisoblab, solishtirib ko'raveringlar. Hamyonbop narxlarda bo'ladi. Pishiq bo'ladi, yozda salqin, qishda issiq bo'ladi paxsa. Paxsani bilgan biladi o'zi. Mehmonxona bu, polностью to'zon mehmonxonasi. Hozir manaki 11 metrlik mehmonxona. Tepadan qo'ldan kelgancha video qilyapman. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz, aloqaga chiqaverasizlar.